Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Telegram ilovasida Telegram botni, ya'ni adminlar uchun aloqa botni LiveGram bot orqali qanday qilib yaratishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda Telegram ilovasiga kiramiz. Bosdik. Yangi bot ochish bo'limiga kirdik va bizga bot hozirdan token yuborishimizni so'rayapti. Bot hozirda yangi bot ochib olamiz. Bot ochdik do'stlar. Endi qiladigan ishimiz token faqat API tokeni HTTP'ni LiveGram botga yuboramiz. LiveGram botga yubordik. Endi botimiz deyarli tayyor do'stlar. Matnli xabar ishlayapti, o'zbek tilida ishlayapti. Endilikda matnli xabarni tahrirlaymiz. O'zimiz qandaydir matn kiritishimiz kerak bu joyga. Men o'zim bilan bog'lanish uchun matn kiritdim do'stlar. Endi bitta botga kirib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, agarda ushbu video 10 ta like qilsa, men Shazam bot yasashni to'liq o'rgataman do'stlar. Qani videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz.